Assalomu alaykum. Byudjet nima? Byudjet fransuz tilidan olingan bo'lib, karmon, sumka degan ma'nolarni anglatadi. Professor Entoni Atkinsonning fikriga ko'ra, byudjet bu joriy operatsion qarorlar oqibatlarini va moliyaviy rejaning tashkilot maqsadlariga erishish qobiliyatini bashorat qiladigan pul mablag'lari kirishi, ya'ni daromadlari va chiqishi, ya'ni xarajatlarning miqdoriy ifodasi hisoblanadi. Byudjetning davlat, tashkilot, shaxsiy hamda oilaviy kabi turlari mavjud bo'lib, shulardan davlat byudjeti mamlakatning moliyaviy hujjatidir. Unda davlat g'aznasi hisobidan qoplanishi lozim bo'lgan ehtiyojlar, shuningdek, davlat g'aznasiga kutilayotgan tushumlarning manbalari va miqdorlari belgilab beriladi. Agar rejalashtirilgan davlat byudjeti daromadlari byudjet xarajatlaridan oshsa, bu byudjet profitsiti deb ataladi. Agar rejalashtirilgan byudjet xarajatlari daromadlardan oshsa, bu byudjet taqchilligi deb ataladi. Masalan, davlat byudjeti daromadlari 15 trillion, xarajatlari esa 18 trillion so'mni tashkil etdi deylik. Bunda byudjet defitsiti 3 trillion so'mga teng bo'lyapti. Ko'pincha byudjet taqchilligi rejalashtirilgan byudjet bilan ijro etilgan byudjetning nomutanosiblig'i natijasida sodir bo'ladi va xarajatlarning daromadlaridan yuqori bo'lganligini ko'rsatadi. Taqchillikni qoplash, kredit emissiyasi yoki boshqa manbalar, shu jumladan muomalaga turli muddatli davlat obligatsiyalarini chiqarish hamda aholi yoki yuridik shaxslar o'rtasida joylashtirish evaziga amalga oshiriladi. Ma'lumot uchun 2022-yilda O'zbekiston konsolidatsiyalashgan byudjet taqchilligining katta qismi ichki va tashqi qarz mablag'lari hisobiga qoplangan. Byudjet taqchilligi 35,2 trillion so'mni, yalpi ichki mahsulotga nisbatan 4% ni tashkil etgan. Taqchillikning 2022-yil boshida rejalashtirilgan 25,5 trillion so'm yoki yalpi ichki mahsulot hajmining 3% miqdorida oshishi asosan ijtimoiy soha, iqtisodiyot va aholini qo'llab-quvvatlash hamda ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasiga investitsiya xarajatlarining oshishi bilan izohlangan. 2023-yilning 9 oyida esa davlat byudjeti taqchilligi yalpi ichki mahsulot hajmiga nisbatan 6% ga yaqinlashgan.